Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 2-iyul haftaning chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Mana bu futbolkalarning narxi 8000 mi bu? Qancha dedingiz? 8000 so'mdan ekan. Materiali bambuk ekan. Bambuk, Xitoy bambuk material. Necha yoshga tushadi bu? 3 yosh, 4 yoshga tushadi. 3 yosh, 4 yoshga tushar ekan. 3 yosh, 4 yosh. Xuddi shu narsani endi katta razmeri bor. Bunisi necha pul dedingiz bunisi? Ular 10 ming so'm, shu 5-6 yoshga mo'ljallangan. Bu 10 ming so'm ekan, 5-6 yoshga mo'ljallangan ekan. 10 ming so'mdan ekan, hurmatli muxlislar. Bunisi 5-6 yoshga tushadimi? 5-6 yoshga. Kichkinasi? Kichkinasi 3-4 yoshga mo'ljallangan, bular 5-6 yoshga. Ha, yangitda ko'rsatganimiz u tarafdagisi 3-4 yoshga tushar ekan, bu 5-6 yoshga mo'ljallangan ekan. Materiali bambuk. Bambuk, Xitoyda bambuk materiali. Rasvetkalari sirop. Rasvetkalari sirop. Xo'p, yana nima edi? Naqangi ishlab chiqarish o'zizniki. O'zimizdan, o'zimiz sexdan chiqadi, hammasi tikuv seximizdan. Mana rasvetkalari bog'da ham bor. Do'konimiz ichida ham. Kimga nechta kerak bo'lsa tikib beraveramiz. Tayyorlari ham bor mana. Telefon nomeringiz nechi edi? 91lik 91lik 682 692 yo'q 682 78 78 ga telefon qilinglar. Bu xalatlarimizdan bor. Bu yerda HB xalatlari ham bor ekan. Buni necha pul deyapsiz? Bular 25 ming so'm. 25 ming so'm. 48 dan 52. 48 dan 52 gacha ekan. 48 50 52. Yaxshi. Razmeri. Bu yerda shortchalari bor. Bular shortchalar 5 ming so'mdan Xitoy xabar deyishadi. Shunaqa. Material. Necha yoshga tushadi bu? Ular 5 yoshlarda. Yaxshi. Kelaverasizlar, mashhur ma'qul kelsa shu futbolka shortiklar.